Bizning klientlarimiz Xitoy mahsulotlari bilan O'zbekiston mahsulotlari nima farqi bor ekan deb savol berishyapti. Bizga yaqin jigar klientlar. Sizlarga buning javobi Xitoyning ham, O'zbekistonning ham paxtali mahsulotlari doim qimmat yurgan, sintetika mahsulotlari doim arzon bo'lgan. Buni sababini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Paxta mahsulotlari tabiiy bo'lgani uchun doim qimmat yuradi. O'shaning uchun biz klientlarimizdan, bizning mijozlarimizdan bizani tushunib qolishlarini xohlaymiz. O'zbekistonda ham yaxshi ishlab chiqaruvchilar, o'rta va oxirgi sifat pastroq ishlab chiqaruvchilar bor. O'shani o'zingizlar to'g'ri tushuninglar. Sifatli mahsulot doim qimmat bo'lgan. Ayniqsa paxtani bizanikini olishni xohlaydi. Albatta, ayniqsa paxtali mahsulotlar doim qimmat bo'lgan. O'shaning uchun to'g'ri tushuninglar. Sintetika mahsulotlar doim arzon bo'lgan. Muhsina, bizda nima yengilliklar bo'lyapti? Nimalar bor? Aka, bizda ikkinchi sort mahsulotlarimiz yana vastupleniyamizda bor. O'tgan safar klientlarga yetkiza olmagandik. Nega 100 mingdan 80 mingdan qo'yganlaringiz qani deb ancha klientlar xafa bo'lib qolishdi. Endi kelsak 150 ming deyapsiz, 200 ming deyapsiz deb. Mana bulardan chiqdi. Faqat bugungi sana nechi? Bugun 28. Da, давайте 28-aprel 2025-yil. 29-da qo'yasiz, xudo xolasa. 29-da video qo'ydim. 29-30-da YouTube'ga chiqadigan bo'lsa, где-то 5-7 10-maygacha amal qilsin. Bu skidkamiz, 10-maygacha mana shu ikkinchi sort mahsulotlarimizdan qolishi mumkin. Agar qo'limizda bo'lsa, mana shular 10-maygacha bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Kilosi 100 ming so'mdan. Mana shular hammasi kilosi 100 ming so'mdan berib yuboramiz. Keyin qarang, bularni birinchi sortlari ham bor-da. Aka, birinchi sortlari ham bor, kilosi 150 mingdan. Imенно mana shu futbolkamizni birinchi sorti ham bor. Kilosi 150 mingdan. Buni ikkinchi sorti ham bor. Ikkinchi sort endi klientlar o'zlari biladi. Ayrim joyda dog'i bo'lishi mumkin, ozgina ko'rinmas, mana bunaqa. Yana teshigi bo'lishi mumkin, lekin teshigi yo'q bunda. Просто polosa tushib qolgan. Shuni hisobiga ikkinchi sort. O'shaning uchun bular kiloga 100 ming so'mdan. Mato to'quvda xatolik ketgan, o'shanda polosa tushib qolgan. Kilosi 100 ming so'mdan. Mana bunaqa hibi shalvarchalar bor, pijamalar mana hibi. Bular ham 100 mingdan. Mana bunaqa finka yoqaliklar bor. Pijamalar bor, kilosi hammasi 100 mingdan. O'shanda keyin 2 oydan keyin, 3 oydan keyin kelib, qani o'sha mahsuloting deb to'g'risi tushunmovchilik bo'lib qoldi. O'shanga aytaylik, 10-maygacha. 10-maygacha amal qiladi bu. Bor shu narsalarimiz, 100 ming so'mdan mana mahsulotlar, trikotaj mahsulotlar. Kilosi 100 ming so'mdan. Bu mahsulotlardan eng kami 10 kilo, 15 kilodan mana. 1 kilo, 2 kilo bering deb 1 kilo, 2 kilo berilmaydi. Keyin bu yoqda birinchi sort mahsulotlarimizni ham yana tanishtiraylik, yangi novinkalar kelgan. Birinchi sort mahsulotlarni endi ko'rsatamiz. Mana bunaqa shortiklar kelgan. Bu yerda mana shortiklar. Buni qorasi ham bor, hozir mana. Eksport mahsulotlari shortiklar mana. Mana. Bular hammasi birinchi sort. Mana qora seri. Kiloga 150 ming so'mdan bular. Kilosi 150 ming so'mdan shortiklarniki. Keyin mana bunaqa pijamalarimiz bor. Hozir yozga, bog'chaga, mana bog'cha yoshiga, bolalarga, qizlarga. Kilosi 150 mingdan bularni ham. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Futbolka shortiklar bor ekan. Tak maykalar bor, qizlarga maykalar отдельно. Bular ham 150 mingdan. Keyin mana bunaqa shortiklar bor yozga, mana hibi shortiklar. Buni kiloga 120 mingdan. Mana. Bular ham birinchi sort hammasi. Женский shortiklar bor mana. Eksport mahsulot bular ham. Mana shu futbolkamizni imonni sal tushunmovchilik bo'lib qoldi klientlarimizda. Birinchi sorti ham bor. Ikkinchi sorti ham bor buni. Mana birinchi sortlari kiloga 150 mingdan, ikkinchi sorti 100 ming so'mdan. Mana shu hammasi kilodagi mahsulotlar. Birinchi sort. Birinchi sort mahsulotlar. Mana женский dvoykalarimiz, bular hammasi 120 ming so'mdan, birinchi sort mahsulotlar mana. 150 ming so'mlik mahsulotlar, barcha trikotaj birinchi sort mahsulotlar 150 ming so'm. O'zbek brendidagi tekstil mahsulotlar hammasi 200 mingdan, qolgan hammasi 150 ming so'm mana.